Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bizni kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz mana elektrический mototsikl so'rayotgan akalarimiz uchun elektrический 1 tonnalik kabinali mototsiklimiz muddatli to'lov asosida ketyapti. Kimga shunaqa texnikalarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Viloyatlarga dastavkalarimiz bor. 12 viloyatga ham dastavka qilib yetkazdirib beramiz. Kreditga olmoqchi bo'lgan akalarimiz hokim yordamchisidan tavsiyanoma orqali qilib beramiz. Kimga shunaqa texnikalarimiz qiziq bo'lsa, nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanida joylashgan. Dastavkalarni qilib yetkazdirib beramiz. Benzinli elektrический yuk olishi 1 tonnadan 4 tonnagacha sotuvda mavjud. Shu elektrическийmiz hozir mashinaga joylashtirib beramiz. Dastavkalarni qilib yetkazdirib beryapmiz. Mashina ham keldi. Dastavkasini qilib yetkazdirib beryapmiz. Bundan tashqari mana o'sha benzinli mototsikllarimiz hamma turidan sotuvda mavjud. Elektrический benzin hammasidan bor. Yuk olishi o'sha 1 tonnadan 4 tonnagacha. Garantiyalari elektrический mototsiklarimizga 1 oy garantiya beradi. Itarib o'tirmang haydaydi. 1 oy garantiyasi bilan benzinli mototsiklarimizga 2000 kilometrdan kafolat beriladi. Kvadrotsikl so'rayotgan akalarimiz uchun mana kvadrotsiklarimiz ham sotuvda mavjud. O'sha 2 tonna yuk oladi kvadrotsiklarimiz. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumani M39 asosiy trassada joylashgan. Naqd pul kredit perchitilni asosida qilib yetkazdirib beramiz. Nomerlarimizni ekran ostida qoldiramiz. Kimga shunaqa texnikalarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Hammasini garantiyalari bor. Mana Samasval, 5 samasval hamma turidan sotuvda mavjud. E'tibor uchun rahmat hammaga.